imkoniyat beriladimi shuni har qayerda 1 gektarlab joy ajratilganmi? Undan oldin faqat rasxod har kuni 500 ming, 600 ming, 1 million rasxod bo'lgan har kuni. O'lgan, nobud bo'lgan ko'rib o'zimning ishtiyoqim so'nib ketdi va birinchi. İsmim Sardor. Yoshligimdan qishloq xo'jaligiga, dehqon xo'jaligiga qiziqqanman. Mayda ekinlar ekib yurardik. Bir og'aynim gul sohasiga ishga chaqirdi. Uzoq vaqt ishladim shu sohada. Bozorlarda ishladik. Onlar bilan ishlashdik. Mablag' tomonlama qiynalib yetmasdi. Vaqt o'tib ishlab o'zim lardan olishga qaror qildim. Keyin yoshlar yetakchisi bilan maslahatlashdim. Har qayerda beriladimi bu joy? Imkoniyat beriladimi shuni har qayerda 1 gektarlab joy ajratilganmi? Beriladi. Siz qilsangiz bo'ldi dedi. Xo'p dedimda hujjatlarimni to'g'rilab o'zimning ishtiyoqim so'nib ketdi va birinchi kerakli narsalarni olib, dorilarni leykada suv quyib, tagidan o'zgarish kirib, iyul oyini 15-sanasidan boshlab gul uzib boshlagan bu joyda. O'shandan boshlangan sal xursandchilik, mehnat qilsa, harakat qilsa, intilsa, prezidentimiz bekorga aytmagan ekan, qilsa bo'lar ekan degan gaplar rost ekan.